Do'stlar, diqqat bilan mana shu videoni oxirigacha ko'ramiz. Кто по национальности вы? Shu zalda ketayotganlardan hammasidan millatini so'rayapti. Millating nima desa, tojik desa, borib pichoqni urib olyapti. Nima, tojik o'zbeklar shuncha yomon ko'rasizlarmi qirg'izlarni? Men bitta nimaga achinganim, bolani onasiga achindimda, bitta o'g'li bor ekanda. Shuni ham o'ldirdilar bor. Alloh sabr bersin bu ayolga. Shuni aytib qo'yan, qanqirishdi qilib 40 yilda chiqadi dedi. Hozir 40 kunga bormay chiqyapti. Inshaalloh bu tobasiga tayanadi jinoyatchi. Rossiya ichki ishlar xodimlari yaxshi ishlaydi. Men bunga ishonaman. O'zbek, tojik, qirg'izlar Rossiyada yurganlar, musofirda yurganlar, jonlaring sog' bo'lsin, o'zlaring ehtiyot qilinglar. Bolalarning ota-onasiga sabr tilaymiz. Inna illahi va inna ilayhi rojiun. Sog' bo'linglar.